Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana asosiy joy kirdi. Kaç beraberlik borib kelgan? Bu original ha. Ustida yozuv bo'lgan. Shu yozuvda orqa tomonda ko'rasizlar. To'g'ri ekan. Aytilgan. Kimdan kim qabul qilsa, bu bezovda bo'ladi. Ichkarida muzey bor. Endi bu videolar o'zi kelib yurgan, menga o'xshab ko'p keladiganlarga tegishli emas. Ani kelmayotganlar ko'p ekanda, ani O'zbekistonda turib hali kelmaganlar ko'p ekan. Shular uchun qilib beraman bu videoni. Negativ haterlar kerak emas. O'sha O'zbekistonda yashab bormagan ekanmiz deb yozayotganlarga video qilib beraman. Shu qadimiy narsalarni anaqa o'rab qo'yishgan, hammasini yozib qo'yishgan. Mana mo'y qalam bu yozib qo'yishibdi. Uchun mo'y qalam uchun zarur asos. O'qisanglar bo'ladi, ana pauza qilib. O'qisanglar bo'ladi. Mana bitta qog'oz ishlab chiqarishni ko'rsatib beryapti noldan. Shmo? Qog'ozni qanaqa qilishni o'rganish. Birinchi bo'lib shunaqa chiqarilgan qog'ozlar. Tushundingmi? Mana ham kitoblar mana shunaqa qog'ozda yozilgan. Endi bu kitob bilmayman originalmi yo'qmi, xullas ilgarigi kitoblar mana shunga yozilgan.